Xo'p do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Ko'pchilik Angliyaga mavsumiy ishga anketa to'ldirdi, lekin 12 soatda menga javob kelmadi. Qancha vaqtda kelish kerak o'zi? Gmail bilan ro'yxatdan o'tish shartmi? Email.ru bilan ro'yxatdan o'tsam tez javob kelyapti. O'zi qaysi birini kiritsak to'g'ri bo'ladi? Ertaga ikkinchi bosqichga o'tishga muammo bo'lmaydi. Gmailmi yoki Mail.ru'mi? Va nima uchun menga tasdiqlash havolasi kelmayapti deganlar juda ham ko'p bo'lyapti. Lekin ko'pchilikka tasdiqlash havolasi kelib bo'lgan. Va necha marta anketa to'ldirsam bo'ladi? 1 martami, 2 martami, 10 martami? Va bu videoda mana shu savollaringga batafsil javob beraman va nima uchun sizga tasdiqlash havolasi kelmayotganligini email pochtangizga 4 ta sababni tushuntirib beraman. Deylik, siz anketa to'ldirdingiz va sizga shunaqangi stransiya chiqdi. Bu yerda nima deyapti? Diqqat bilan qaranglar. Biz senga tasdiqlash havolasini Gmail pochtangga jo'natamiz va sen biz jo'natganimizdan keyin 12 soatning ichida mana shu ko'k linkni bitta bossangiz o'zi avtomatik tasdiqlanadi. Bu yerda aytmayapti 12 soat ichida biz senga jo'natamiz demayapti. Biz senga jo'natamiz debdi. Qachonligini aytmayapti. Yarim soat, 1 soat, 24 soat, 2 kun, 3 kun aytilmagan bu yerda. Bu yerda biz senga tasdiqlash havolasini Gmail pochtangga jo'natganimizdan keyin sen 12 soatning ichida Gmail pochtangga kirib, mana shu ko'k havolachani bitta bosib qo'ysang bo'ldi degan. 12 soatni qayerdan oldinglar men tushunmadim. Demak, sizda shunaqangi stransiya ochilgan bo'lsa oyna, u albatta keladi tasdiqlash havolasi. Faqat kutish kerak, hali vaqt bor. 21-oktyabr 22:00 gacha vaqt bor. Bu holatni boshqa tomoni ham bor. Siz anketa to'ldirdingiz, lekin kelmadi, kutish kerak. Lekin 4 ta sababi ham bor kelmasligini. Hozir birma-ketin albatta men sizga tushuntirib beraman. Birinchi sabab, saytga juda ham ko'plab odamlar kirganligi uchun sayt qotib qolyapti, serverlari ko'tara olmayapti. Yanvar oyida anketa ochilganda ham xuddi shunaqa holat bo'lgan. Ya'ni 5 soat, 6 soat anketa to'ldirish ochilgandi va 2 million odam saytga kirib, sayt qotib qolgandi. Hozirgi holatda ham shunaqa holat bo'layotgan bo'lishi mumkin katta ehtimol bilan. Ikkinchi sababi, sizga kelgan birorta bir xabar Gmail pochtangizdagi spam papkasiga tushib qolgan bo'lishi mumkin. Ko'p holatlarda shunaqa bo'ladi. Spam papkasiga o'tib tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Endi tushunmaydiganlar bo'lsa, spam papkasini qayerda topamiz deydiganlar bo'lsa, men kichkinagina video darslikcha qilib Telegram kanalimga joylab qo'yganman o'sha. Telegram kanalimga o'tib oling, chunki har kun yangiliklar joylab boryapman. Va Telegram kanalimning linki mana shu videoni pastda kommentariyasida Telegram kanalim havolasi bor. O'shaning ustiga bitta bossanglar Telegram kanalimga o'tib darslikni ko'rib tekshirib qo'yasizlar. Balkim kelgandir. Xo'p, 3-sabab, Gmail pochtangizda xatolik bo'lsa, ya'ni pasportdagi ism familiyangiz Gmail pochtangizga qatnashmagan bo'lsa, ya'ni deylik Sardor Gentra 689. Bu xato Gmail pochta. Ya'ni Hops buni отказ qilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni Gmail pochtada ism familiyangiz bo'lishi kerak va qo'shimcha harf yoki qo'shimcha raqam bo'lsa ham bo'ladi. Muhimi pasportdagidek ism familiya Gmail pochtangizga bo'lishi kerak. Yoniga qanaqadir qo'shimcha qo'shgan bo'lsangiz ham bo'ladi. Bu to'g'ri hisoblanadi. Lekin ba'zi birlarda xuddi shunaqangi bardakroq Gmail pochta bo'ladi. O'shaning hisobiga Hopsning sayti bu email pochta mana shu pasportni egasiniki emas deb prosta отказ qilib yuborgan bo'lishi ham mumkin. 4-sabab, saytda nosozlik bo'lishi. Chunki yana ham aytaman, o'tgan yili ham juda ham ko'p odam kirganligi uchun sayt qotib qolgan. Saytda qanaqadir nosozliklar bo'lishi tabiiy holat. Masalan, Amerikaning Green Card saytini olib qarasangiz ham, javob chiqqan kuni 1-2 kun deyarli kirishga imkoniyat bo'lmaydi. Sayt bardak bo'lib qotib qoladi. Ya'ni kutishimiz kerak. Biz o'zbekmiz, qiziqqonmiz, tez bugun hozir bo'lish kerak. Shunaqa fikrlashini bilib turib, Hops firmasi o'tgan safarga yo'l qo'ygan xatosini bu safar yo'l qo'ymayman deb 5-6 soatga saytni ochmadi. 21-sentyabrgacha 22:00 gacha ochib qo'ygan. Ya'ni bemalol xotirjam vaziyatni o'rganib, sekin-sekin to'ldirsangiz ham bo'ladi, lekin 3 martadan ko'p to'ldirmang. Hopsni o'zi rasmiy aytgan, 3 martadan ko'p to'ldirmaslik kerak. Va albatta rasmiy saytni link orqali o'ting. Rasmiy saytning linki
tashqi mehnat migratsiyasini Telegram kanalida bor. Men boya kirgandim, juda yuqorida qolib ketgan ekan. Sizni qidirib topishingiz muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham men o'zimni Telegram kanalimga ham tashab qo'yganman. Telegram kanalimga o'tib oling. Xo'p, endi eng qiziq joyga keldik. Mail.ru orqali to'ldirsam, yarim soatda yoki 1 soatda juda ham tez tasdiqlash havolasi kelyapti. Gmail pochta bo'lishi shartmi? deydigan savolinglar bo'lsa, diqqat bilan eshitinglar. Tashqi mehnat migratsiyasining Telegram kanalida ham, Hopsda ofitsialniy saytida ham ikkita narsa kerak. Zagrampasport va Gmail pochta degan. Agar Gmail pochtani yoniga va boshqalar degan yozuv bo'lganda, demak siz Mail.ru orqali, Yandex orqali, Yahoo orqali o'tishingiz mumkin edi. Ya'ni faqatgina Gmail pochta orqali o'tishinglarni tavsiya qilaman. Chunki Hops firmasi bilan yozishilganda faqatgina to'lka Gmail pochta dedi. Shu sababdan Gmail pochta bilan ishlatinglar, sabrli bo'linglar, diqqat bilan to'ldiringlar. Men o'zimni Telegram kanalimda doimiy ravishda har kuni yangiliklarni e'lon qilib, video darslikchalar, ovozli maslahatlar berib boryapman. Telegram kanalimning linki mana pastda kommentariyada turibdi. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa gap do'stlar, shoshilmanglar. O'zi terlab ham ketdim do'stlar. Mana shu terda haq hurmati like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyaga savol yozinglar, men javob beraman. Telegram kanalimga har kuni yangiliklarni yoritib, ovozli xabarlar, video darsliklar har kuni tashlab boryapman. Telegram kanalimning linki pastda kommentariyada link havola turibdi. O'tib qo'ysanglar, biriga yaqinroq bo'lamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.